Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Kanalımızın söhbət proqramımızını görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Bugün biz Şərqi Türkistanlılar İttifaqı Cəmiyyətinin yenidən təyinlənən rəisi Abduqadir Cümə akımız bilan söhbət edib barımız. Assalomu alaykum, hurmatli Abduqadir akımka. Söhbətimiz qatnaşqanlığınızı qarşı alırıq. Xoş gəldiniz. Va alaykum assalom. Xoş bulduk. Aldı bilan özünüzni qısqacha bir tanıştırıb ötən bolsanız. Rahmet. Assalomu alaykum. Muhacirat yaşayotgan Şərqi Türkistanlıq barlıq aziz qarindoshlarimiz, har birlariga salom, ali ehtirom. Men Qashqar shahri Nazarbog' yesidan Abduqadir Juma bo'laman. 2015-yili yil oxirida oilam bilan Turkiyaga ko'chib keldim va bugüne kadar Turkiyada istiqomat qilyapman. Shundaqla Turkiyadagi barliq qarindoshlarimiz bilan Şərqi Türkistan dava yolida ilib berilgan cho'ng kichik faoliyatlarda o'zimning bir kishilik burchimni ado qilib qatnashib kelyapman. Yaqında o'zingizning Şərqi Türkistanlılar İttifaqı Cəmiyyətinin yenidən raislik təyinlənganligingizdan xabar tapdıq. Bu vaqtda o'zingiz biroz tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmet. Yaqında biz Şərqi Türkistanlılar İttifaqı Cəmiyyətinin mərkəzi rəhbərlik yığınını çağırdıq. Bu yığında rəhbərlik qatlamını tanışaş ve bununki gibi hizmet planlarımız doğrusunda bir kararlar edildi. Bu yığında qarindoshlarimizningki ko'rsatishi ve cemiyetimizningki hizmet taqozosi shundaqla bu Şərqi Türkistan dava yolida ilib berilayotgan xizmatlarda o'zimizningki bir es qilgan, saqlangan ba'zi bir masalalarga qarata ma'lum bir tushunchalarimiz, ma'lum bir muddaolarimizni, ya'ni Şərqi Türkistan davosiga foydali bo'lgan ba'zi bir xizmatlarni bir qilish ehtiyoji taqozosi tug'ilganligi tufaylidan bu qatimliq Şərqi Türkistanlılar İttifaqı mərkəzi rəhbərlik yığınida menimki bu cemiyetninki reisligiga tayinlanishim qaror qilindi. Gerçi bu hizmet cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, bu dava yo'lidagi ilib berilayotgan bu xizmatninki vaznining ig'irligini, buning bir mushkulli bir xizmat ekanligini biz bo'lib turib, bu ig'ir bir vazifani ustimizga oldik. Yani bunda bo'lishda yana bizningki ishonchimiz, umidimiz Türkiye'de olsun, mayli Yevropa, Amerika G'arb davlatlari ve başka davlatlardagi siyosiy tashkilotlar rahbarlarining ve muhacirat yaşayotgan barliq Şərqi Türkistanlik qarindoshlarimizningki yaqindan bizni qo'llab-quvvatlashi, bizga vaqtida taklif fikrlarni berishi, tanqidiy fikrlarni berish bilan bu hizmetni inşallah bir yuqori seviyede elib berishga ve şu pişqadam ustozlarimizning, siyosiy rahbarlarimizninki qilayotgan xizmatlarga yaqindan yordam bo'lib, ularninki bir yukini, bir kichik bo'lsa yukini ko'tarishga biz buni o'zimizni beg'ishladik. Undaqda siz Şərqi Türkistanlılar İttifaqı Cəmiyyətinin bir reis bo'lib chiqdingiz bilan hozirgi Şərqi Türkistanning vaziyatini qanday qaraysiz? Şərqi Türkistanımızdaki vaziyeti bu xil bir murakkab bir vaziyat ustida turibamiz. Yani bunu bir noktadan tushuntirib bo'lmaydi. Bunu bir 3 noktaga yig'inchoqlash mumkin. Birisi zalim işgaliyetçi komünist hakimiyeti tarafından insan berdaşlık berenmeydiğen, ig'izga elib ta'riflashga yoki bayon qilishga vicdanımız, g'ururimiz, imanımız mı berdaşlık berenmeydiğen, mushundaq bir zulm aslida yaşayotgan mazlum qarindoshlarimiz va u yerdan aytish to'g'ri keladi, o vaziyatni tushuntirish to'g'ri keladi. Endi bu komünist hakimiyetiningki zulmlarni ve u yerdagi ichki vaziyatlarni ben bu yerda qarindoshlarga deb o'tmasammi, biz kundan kunga yangi xabarlarni yuragimizni ezadigan, qanatadigan bunda xabarlarni ko'rib turibamiz. Hammalarga bu Şərqi Türkistandagi vaziyat aniq.
Endi ikinci bir nokta xalqaro vaziyatdan tushunish to'g'ri keladi. Xalqaro vaziyatda hozir dunyo siyosiy vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, Amerika boshchiligidagi va Yevropadagi bir qism davlatlar boshchiligida Xitoyga qaratgan iqtisodiy va siyosiy bir jazolar tufaylidan Xitoyninki ichki qismida nihoyat zo'r bir davolg'ishlar bor, zo'r o'zgarishlar bor. Va bunun bilan birga Xitoydagi chet el mablag' sag'uvchilarininki mablag'larini zo'r turkumda sirtqa yetkazib chiqishi bu Xitoyninki ichki qismida iqtisodiy krizisga yuzlantiryapti va ishsizlik yuzlantiryapti. Shundaqla Xitoyning bu adolatsiz, bu inson bir qilibidan chiqqan bu zulmlari yalnız Sharqiy Turkistonda davomlashmasdan belki o'zining millatiga davomlashtiryapti buni. Bu sebepten o'zininki ichki qismida o'zining millatiningki qarshiligiga uchraydigan namoyishlar o'tirib chiqadi. Buning namoyanda sifatida o'sha 2-3 oydan beri davom qilib kelayotgan Şangangdagi namoyish. Bu namoyish kichikkina bir qonun o'zgartirish tufaylidan o'tirib chiqqan bo'lsa-mu, Shangang xalqi Xitoyning bundaq bir so'zida turmaydigan yumshoq gap bilan aldab bir qadam egallab kontrol qilgandan keyin yana oqibatda o'zining ixtiyoriy xalqini bo'yicha ezadigan bundaq bir rezil vositasining borligini tonib yetgan Shangang xalqi oxirgi vaziyatda oxirgi vaqtlarda mustaqillikni talab qilib o'tirib chiqyapti. Mana buning o'zi Xitoyninki naqadar bir zolim, naqadar bir adolatsiz bir hokimiyat ekanligini dunyoga oshkorlayapti. Bundaq bir vaziyatda yana xalqaro Xitoyninki turli bir zulmlarni turli bir vositalar bilan dunyoga oshkorlab Xitoyni o'salaga tushiryapti. Sharmanda qilyapti, ya'ni Xitoyning yuzi to'kilyapti. Bundan boshqa xalqarodagi siyosiy tashkilot rahbarlari, fidoyilarimiz har sohadagi va Turkiyadagi nopozliq tashkilotlar bo'lsin va yangidan chiqqan tashkilot rahbarlari bo'lsin va xalq ommasi bo'lsin, bularningki bu uzundan buyon qilib ko'rsatayotgan tirishchilik natijasida bizning Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaro bir kun tartibga kelyapti. Ammo bu qilayotgan xizmatlarimiz bu fursatlarning qarshiligida yani yeterli bo'lmayapti. Buni aniq tushunib yetishimiz kerak. Xalqaro vaziyat bu. Yani bizga tarixdan buyon tepilg'isiz oltin bir fursatni ekib beryapti. Yani xalqaro bizga shunda ishorat qilyaptiki, ey Uyg'ur, ey Sharqiy Turkistonlik, biz Xitoyni hozir bu holatga keldik. İqtisodiy, siyosiy jihatdan bu holatga keldik. Sening nima talabing bor? Sen bizdan nima kutasan? Biz sana nima ish qilib beramiz deb biz ko'zimizga ishorat qilyapti bizning. Ammo biz-chi bundan bexud holda faqat bir faoliyatlardan chekinib qolyapmiz. Bu qilayotgan faoliyatimiz yetmaydi-ki bizning bu fursatning qarshisiga kelishga. Yani bu fursatni qimmatga aylantirishga yetmaydi bu fursat, bu faoliyatlarimiz. Xalqarodagi vaziyatimiz bu. Endi üçüncü bir nokta Sharqiy Turkistonliklarningki muhojiratdagi vaziyati. Yani biz nima qilyapmiz? Biz gerçi yuqori deb o'tgandek turli imkoniyatimizning yetishicha xizmatlarni, faoliyatlarni elib berayotgan bo'lsak-mu, ammo buni yana bir tarafga qaraydigan bo'lsak, aramızda bir ixtiloflar, bir ziddiyatlar, bir tushuniksiz bir masalalar o'tirg'i chiqib kundan kunga avjalayotir. Bu masalalar bizning avu tarixiy fursatni ching tutadigan, bundaq bir zehnimizni beradigan ishqa to'salg'i bo'layotir bu bundaq bir vaziyat. Biz o'zimizdagi ichki ziddiyatimiz bilan bo'lib ketib, hozir ash fursatdan qanday foydalanish to'g'risida o'ylanadiganға biz
vaqtimizni ona bermayapmiz. Endi yaqında endi ochiq deb o'tmasakmi, shu yaqinqi oylarda bir necha masalalar to'g'risida nihoyat qalaymiqan bir fikrlar o'tirib chiqib, xalqniki iddiasi chechilyapti. Bu yerdagi ushaq-tushak ixtiloflar, o'xshamagan fikr ko'z qarashlar nima zarar akiladi deganda, garchi bugun qadar birisi-birisini yoqmoqni tutishib ketmadi, ammo akilayotgan ziynning vaznini chaqlashimiz kerak. Bu ziyon rahbarlarimizning mengisini xo'rtibyotdi bu. Yani cemiyetki fidoyilarimizning mengisini xo'rtibyotdi, zihnini xo'rtibyotdi. Qiladigan ishiga to'salg'i bo'layotir. Ularga mushundaq bir fursatdan qanday foydalanish to'g'risida bir o'yinish fursati bermayapti. Demak, bizniki muajiratdagi ichki vaziyatimiz xalqaroniki vaziyatining tam aksicha, yani tam qarshida. Xalqaro biz shundaq bir fursatni ekkab berayotgan bo'lsa, bizning ichki vaziyatimiz o'niga qarshi passiv bir vaziyatni o'ttirib chiqaryapti. Demak, xalqaro vaziyati, xalqarodagi Sharqiy Turkistonliklarniki vaziyati va vatanimizningki ichki vaziyatlari nuqtasidan mushunchalik qarashga bo'ladi. Rahmat. Yuqorida xalqarodagi vaziyatlar va jiddiy kamdan-kam uchraydigan fursatlar to'g'risida va Sharqiy Turkistonning o'zidagi ijtimoiy odatlar to'g'risida biroz to'xtalgan bo'ldingiz. Bu vaqtda sizning qanday planlaringiz bor? Bu vaqtda azroq biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu vaqtda albatta bizningki o'ylaganlarimiz, planlarimiz bor. Xalqaro vaziyatga qarata bo'lsin, mayli o'zimizningki muhacirat yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizninki ichki passiv bir vaziyatlarga nisbatan bo'lsin. Biz o'zimiz bir loyiha, bir planlarni hazırladik. Endi bu yerda muhim masala mayli o'zimizning ichki qismidagi vaziyatga qilingan tadbir bo'lsin, mayli xalqaro vaziyatga nisbatan bir tadbirlarimiz bo'lsin. Hammasida ayirib qarag'ili bo'lmaydigan va biz eng ehtiyojli bo'lgan va hammamiz o'rtaq bir tushuncha hosil qilmasak bo'lmaydigan bir nuqta bor. Nima deganda bu hammamizga ma'lum, ya'ni bizning rahbarlarimiz, ustozlarimiz, ziyolilarimiz va oqsoqollarimiz va xalqimiz umid qilayotgan ittifoqlik degan bir masala. Bu ittifoqlik hammamiz umid qilayotgan, hammamiz bir o'rtaq tashabbus qilayotgan bir masala bu. Ammo buni qimmatga aylantirolmayapmiz. Buni haqiqiy bir ma'nosi bilan o'rtaga chiqarmayapmiz. Ana bu yerda ittifoqlik bu nəhayət çox bir məzmunu öz içine aldı. Özü hem addi amma nəhayət keng dairəni öz içine aldığan bir hukum bu. Bu ittifaqlıqnınki haqiqiy mənasını bilənməyətimiz. Endi başqalar qanday düşünsün, bundan burun qanday bir məna verilsin, ittifaqlıq, həmkarlıq, birlik doğrusida. Amma biz bugünkü vəziyyətdə Şərqi Türkistanның davasında bu ittifaqlıqqa, birlikə, həmkarlıqqa biz yenici bir məna vermemiz lazım. Yani davayımızga faydalı bir mənanı vermemiz lazım, şərhlememiz lazım. Ve bunu qarindaşlarımızga, xalq amımızga düşündürüp, bunun davamızda ne kadar mühim orunu tutulganlığını bildirmemiz lazım. Qanday düşünümüz ondaqda? İttifaqlıq degan bizga nisbatan, biz Sharqiy Turkistonga nisbatan şu Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish yo'lida biz hammamiz o'ttirimizdagi har qanday bir ixtiloflarni, har qanday bir o'xshamagan fikr ko'z qarashlarni bir yoqqa cho'rib tashlab qo'yib, biz bir araga keladigan, qo'limizga ching mahkam bog'laydigan, mo'rimizni mo'rimizga tarab, bir yangda bir qo'l, bir yoqada bir bosh bo'lib o'ttirga chiqadigan, özümüzün barlığımızın, fidakarlığımızın ko'rsatadigan mushundaq bir mazmun deb qarashimiz kerak. Bu yerda ittifaqlıq bu. Qandaqto men aniga ergetsem, aning edim bo'lib qolam deganda men. Buning bilan hamkorlashsam, buning yaqin kelsam, buning xizmatini qo'llasam,
mening töhfem anıga bulab qalarmı? Yo'q, bu bir xato tushuncha bu. Biz bunu faqatla menimizden süpürüp taşıp ötüşümüz gerek. Eğer bizninki davayımızda biz rastçıl bolsak, Allah rızası üçün şu vatanimizde namusu, işpiti, ayak astı kılınıvatkan, defsende kılınıvatkan, şu karındaşlarımızınki ömürlükki asatlık üçün olduğun bolsa, biz hemimiz bu yolda bir araya gelmemiz lazım. Her kandak bir şahsi menfaatimizni bir yak çörüp koyuşumuz lazım. Biz iddi cihetten birlik kemikimiz lazım. Fikir cihetten birlik kemikimiz lazım. Bu birbirimizni yutup ediş, koşup ediş emas bu ittifaklık diye. Şuna bizninki nöbette kılalaydigan hizmetimiz yoki qilmoqchi bo'lgan hizmetimiz şu ittifaklık prensipini bunu teşvik kılış, meyli Türkiye'de olsun, meyli muhaciretteki, dünyanın akacaretki karindaşlarımızın hemmesiye bunu umumlaştırış. Bu ittifaklık prensipi aslında hemmimiz tık uçumuzni birbirimizi qartıştın, odul şu zalim komünist hakimiyetiga qartish. Eğer biz birbirimizi qaratgan bu ziddiyetlik bu tık uçumuzun yerimini şu zalim komünist hakimiyeti qartılgan bolsak, bu bir netice bizge. Bu bizge hiç qandaq bir bedel tölemey netice keladi inşallah. Şoňlaşqa bu yerda biz bu ittifaklıkni moyum orunda koyuşni to'g'ri ko'rdik ve bu haqda turli şekillerde, turli teşvikatlarda xalqimizningki bu ittifaklık, hemkarlık, birlikki bo'lgan ko'z qarashini, sapasini ma'lum bir seviyeye ko'tarishni o'yladik. Eğer bizden qachoniki mana mushundaq ushshaq-tushshaq erzimas, bizning davoyimizga ziyon zahmat yetkazadigan mushundaq ixtiloflarni bir yoq cho'rib qo'ydik ekanmiz. Biz avtomatik holda biz bir iddiyaga, bir liniyaga biz kelib qolamiz. Allah razı olsun barliq siyosiy tashkilot rahbarlarimizdan. Ular bugun qadar nurg'unlagan fedakarlıklarını ko'rsatdi. İttifaklık to'g'risida nurg'unlagan teşvikatlarını qildi. Ve qilayotgan xizmatiga, qilayotgan töhfisiga yarasha xalqdan bir memnuniyet, bir muayyenleştirish ağam bo'lsa-mu, ama köpünçe zarbiydi. Şu rahbarlarımız köpünçe zarbiyelik. Aşılığı sevir kılıp geldi. Allah razı olsun. Bunun dinkimi yana takımı bir sevirçen boluşunu rahbarlarımızdan. Takımı ken kosak boluşunu bunu bir iltimas kılaman rahbarlarımızdan. Ve bizden mu bu ittifaklık, hemkarlık doğrusunda, birlik doğrusunda özümüzünü kaydıdın bir oylandığan. Bunu davayımızga icabi hizmet kıldırdıgan muşunda bir seviyeye, muşunda bir sapaga, muşunda bir anga kelişimizni ümit kılımen ve bu yolda biz bir hizmet kılışını bir planladık emdi. Rahmet, yukarıda halkımızga ait moyun bo'lgan ittifaklık birlik mesele doğrusunda yaxshi planlarınızda oturup koydunuz. Endi halkımızga qanday ko'ngil so'zingiz va so'ngizdan yurak so'zlarini bir anglab baqsak. Bo'ldi, rahmat. Mening xalqimizga deydigan ko'ngil so'zim aziz qarindoshlarimiz. Biz bugungi bundaq bir xorliq holatga kelib qolishimizga nimaning sababchi bo'lganligimizni hammaylar obdan bilamiz. Bunu surishtirib kelsak, bayam deb o'tgandek bu bir ittifoqsizlik. Tarixdan buyon bugun qadar davomlashib kelgan bu ittifoqsizlikdan bo'ldi deb qarayman. Shu munosabat bilan biz bu ittifoqsizlikqa bir xotima bersak, biz ma'lum bir masalalarda, ma'lum bir o'xshamasliklarga duch kelgan vaqtimizda yoki ma'lum bir qarindoshimiz bizning dilimizni, ko'nglimizni ranjitgan vaqtida biz onunğa qarşı reddiye berishning o'rniga biz derhal şu
vatanimizde zulüm aslında inravatkan kırındaşlarımızdaki azaplarını göz aldığımızı keltirsek, belki bu kırındaşımızın bizge bergen aziyeti onun aldıda hiç nimege erzimesligi mümkün. Bununla bizden bir reddiye verip, onundan derdimizni elivişki erzimesligi mümkün. Şunun ornuğa biz o kırındaşımızga kuşkumuzni açaylı, kökskarımızını kang tutaylı, onun bilen biz inak bolaylı. Onundan başka, yana nerede bolsun, barliq siyasi teşkilat rehberlerimizin hizmetige biz aktif maslaşaylı. Qaysi bir teşkilatga, qaysi bir cemiyetke tabi bolgan bolsak, biz o rehberimizge qat'iy itaatmen bolaylı, itaatchan bolaylı. Ve ularga biz hemnefes bolaylı. Başka bir cemiyetdeki yoki başka bir toplumdaki qarindoshlarimiz ayrımçılık qilmaylı, özra bir-birimizni e'tirof qilaylı. Her qandaq bir rehberni biz e'tirof qilaylı ve ularni biz desteklaylı ve ularningki oldi keynida yaman söz haqoratlerde bo'lmayli. Biz ularga texim azade bir xizmat qilish, bizga texim yaxshi bir natija olib keladigan bir muhit hazırlab beraylik biz ularga. Elbette qarindoshlarimiz bugün kadar şu aktif faaliyetçilerdeki siyasi yetekçilerimizin, rehberlerimizin hizmetlerine yakından masraf kilovatımız. Ama kilovatkan bilen biz şunu yeterlik halda özümüzdeki bir fedakarlığımızı göstermevatımız, sabırcan bulanmavatımız biz. Hiç kandak bir hatasız insan yok. Her kandak bir insan məlum hatalışı mümkün. Azdır köptür, səvət noksanlıklar buluşu mümkün. Biz ularga islavanmaylı, ularınki artıqçılığını göreyli biz. Alaylıqını göreyli. Şuna qarindoshlarımızga mening deydiganim, kutadigan ümidim, biz hammamiz özümüzniki takdirdaşlık ekanligimizni aniq tunib yetaylik qarindoshlar. Bir-birimiz qandaq bo'lsak bo'layli, takdirimiz bir. Biz hamon bir takdir, bir liniya, bir yo'l ustida mangamiz inshaalloh. Bundan boshqa barliq siyosiy tashkilot rahbarlaridan ve barliq fidokorlik, undan boshqa barliq fidokorlik bilan aktiv xizmat qilayotgan fidoilarimizdan kutadigan umidimiz hazırkıdak müşundaq bir nazuk, müşundaq bir ciddi bir vaziyette, müşundaq bir tepilgisiz bir fırsatda rehberlerinin bir ciddi halda özüra bir araya gelip bu vaziyetten, bu fırsattan qandaq bir paylanış, bunu qandaq bir qimmatga aylandırış, bunu qandaq bir neticelendiriş doğrusida bir ortak bir fikir hasıl qilishinglarni ve bu ortak fikirlik aslında bir plan tedbirlerini tüzüp çıkışınlarını tövençilik bilen sorayman, ümit kılıman ve şununla her birinlarınki her zaman arkanlarda öz Şarkı Türkistanlıkla cemiyeti buluş süpütümüz bilen can fedakarlık bilen her kandak bir hizmette buluşka, fedakarlık görüşüşke biz tayyarmız. Assalamu alaikum. Barliq qarindoshlarimiz ko'rishkicha aman bo'laylik. Ahırda mush suhbat programmamiz qatnashganligingizga yana bir qatam rahmat aytaman. Hurmatli ko'rurmanlar, bugungi suhbatimiz mush yerda oxirlashdi. Yana bir qatam ko'rishkicha aman bo'linglar. Allohga omonat.